Hop, 1 metr 2.400.000 so'mdan tayyor bo'lgan mebelimiz obzorini qilib beramiz. O'sha joyimiz 2.30 ga, bunaqasi 2.60 bo'ldi. Hop, bu yerga mo'lka joylab berdik. Original smartech mo'lkadan qo'yib berdik. Tepasiga har doimgidek sushilka mo'lkalar joylashtirib berdik. Hop. Bu yerga kir mashina qo'ydik, uni ustiga chiroyli bir ikkala mo'lka qo'yib qo'ydik. Ha, bu tarafiga ham shunday ikkita mo'lka, xudo xolisa ishlasa bo'ladi. Bu yerga ham shkaf qilganmiz, bu yerga gaz joylaganmiz, bu yerga vichkasi. Bu yerga ko'pga qo'yarganda, tagiga mana ikkita loqoni vakuumli qilib tortma qilib berganmiz. Ishlatib maza qiladigan. Materialimiz akril bo'ldi. Sajjisalarimiz klassik, parfyumimiz granit bo'ldi. Bizdan bu bonus bo'lgan narsalar sushilkasi, mo'ykasi, xudo xolisa ustonovka dastlabki hammasi ichida bo'lib, akamizga qo'yib berdik. Xursand bo'lib. Takazlar bo'lsa, mana kichik ishlarga telefon qilaverasizlar, olib borib undan beramiz. Sog' bo'lasiz.